Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi mavzumiz eng dolzarb mavzulardan bo'lyapti. 21-asr bu tez rivojlanayotgan asr, ya'ni axborot texnologiyalar davri deb hisoblanadi. Biz bunda payqaydigan narsamiz zarrachadan olov ham zarrachadan bo'lib katta bir yong'inni sodir qilib butun o'rmon yo butun shahar yonib ketishi mumkin. Shuning uchun kichkinagina ko'zga ko'rmaydigan bitta masala bor. Yosh oilalarning bir-biri bilan munosib o'rni va bir-birini tushuna bilishi, uning oilasida tinch yashashi uchun bitta daraxt navdasini ham ekib, o'ndirib, shu mevaga kelguncha kamida 5 yil, 10 yil kerak bo'ladi. 5 yil, 10 yil uni mollardan, qo'ylardan, echkilardan va hokazo narsalardan himoya qilish kerak-ku, shart. Kerak bo'lsa o'rib tashlaymiz yo boshqa. Xuddi yangi kelinchak ham bir yangi oilaga borganda qo'nim topishi, yaxshi baxtli o'sha o'g'lingiz bilan baxtli yashashi, ham o'g'il bolalar tarafi uchun ham qizlar tarafini o'rtadan ham men erkak tarafmasam, ham ayol qiz bola kelin tarafidan ham emasman. Birinchi o'rinda erkak uylandimi, uni to'liq обеспечить, ya'ni taniyasini, kiyimini, kechagini, xavfsizligini va birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi shaxslarning aralashuvini to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday to'xtatasiz? Erkak odam xuddi bir artistday bo'lishi kerak. Qiz aktyor bo'ladi. Aktyor bo'lmasangiz, aktyorlik qobiliyatini oshiring. Va mana shu meni doim kuzatib boring. Aktyorlik vazifasi, aktyorlik jarayoni juda kuchli bo'ladi. Masalan, qiz bola, xotiningiz yo o'zingiz yoki bo'lmasa oila a'zolaringiz, misol uchun o'ng qo'lda ota-onani nima qilsangiz, ko'ngliga qarasangiz, ota-ona, o'zingiz ukangiz, akangiz, opangiz yoki singlingiz, amma, xola, tog'a, jiyan. Bu qo'lingizda xotiningiz bo'ladigan bo'lsa, pallasini bir xil saqlang. Bu taraf ham bo'lib ketmang, bu taraf ham bo'lib ketmang. Ayolingizda o'zi yolg'iz turgan vaqtda aytishingiz kerak bo'ladigan eng dolzarb masala: mening turmush o'rtog'imsan, senga men mana shu muammolarni yoki mana shu masalalarni aytsam bo'ladimi? Yoki bo'lmasa aytsam ham qanday bo'ladi? Shu bo'yicha juda kuchli, taassurotli gaplar gapirishingiz kerak. Masalan, ayol sizni deb boshqa oiladan kelgan bu ayol. Nima uchun kelgan? Sizni shu hayotingizda siz bilan yashab, baxtli hayot kechirish uchun kelgan. Baxtli hayot kechirish uchun siz uni xavfsizligiga juda jiddiy e'tibor bering. Xavfsizlik deganda buni urib, bir narsa qilib, bir peshonasini yorib tashlash emas. Eng katta hayotimizda ko'zga ko'rinmaydigan psixologik muammolar bor. Opangiz, singlingiz yo akangiz yo akangiz xotinidir, ukangiz xotinidir. Xullas, psixologiyasiga jiddiy ta'sir qilyapsizlar. Jiddiy. O'shaning uchun ayollarimiz kasal bo'lyapti.
va homilador bo'lishi qiyin bo'lyapti. Mayli homilador bo'lgandan keyin uni ham ko'zingizni qorachig'iday asrashingiz kerak. Chunki ko'zingizni qorachig'iday asramasangiz, u juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Masalan, homilador qildingiz deylik. Rossiyada bo'lasizmi? Bir xil Rossiyaga ketib qoladi darrov. Ya O'zbekistonda, umuman dunyoning qaysi lokatsiyasida yashasangiz ham, manzilda yashasangiz ham, ayolingizni ham, oilangizni, turmush o'rtog'ingizni ham joyini biling, joyini. Joy degani o'rnini, palojinasini imkon qadar ta'minotini bering. Bizning vazifamizda Alloh taolodan so'ralamiz. Biz erkak kishi bo'lib turib, xotinimizga nima qildik? Nima qilib bermadik? Ota-onamizga nima qilishimiz kerak? Ukalarimizga, singillarimiz hammasini o'zining vazifasi bu. Shuning uchun shu vazifangizni biling. Yaqinda bitta qiziq voqea bo'ldi. Bir yaqin singlimizni oilasi shunday muammolar bo'lib qoldi. Masalan, uni o'zining eri misol Rossiyaga ketgan. 1 oy 2 oy oldin misol uchun. Ota-onasi bor. Qaynopalari bor, qaynsingil, ovsin, qaynaka, bular hamma u xotinga ega. U singlimizga ega misol uchun. Unga bir kishi ota-onasi misol uchun eri xo'jayinlik qila oladi. O'z aslida eridan boshqa hech kim xo'jayin emas, lekin eridan ota-ona ustun bo'lganligi uchun eriga ham ikkoviga bo'ysunish mumkin. Ular ham chiziqdan chiqib ketmas kerak. Uni bir kunda palojinasini imkon qadar oshirib, toshirib tashlaydigan zamon yo'q. Har bir narsani chegarasi bor. Bir kasa ovqatga qorin to'yadi, tamom. Ruhiyatiga ta'sir qilmang. Hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri mana shu oilalar ajralishi va nogiron bolalar tug'ilishi, asab bolalar tug'ilishi, rivojlanmayotgan bolalar tug'ilishi juda ham ortib boryapti. Butun O'zbekistonda ko'p hududlarda bo'ldim. Masalan, Toshkentda bo'ldim, Termizda bo'ldim, Vodiyda bo'ldim, Buxoroda bo'ldim, Samarqandda bo'ldim. O'zbekiston turli viloyatlarida bo'ldim. Ko'p больницаlarga borsang, nevropatolog yo'nalishida yoki bo'lmasa yosh bolalarni ko'radigan doktorlarning yo'nalishida o'ta kuchli tirbandlik. Chunki kasal ko'p. Nima uchun kasal bo'lyapti? Biz negizini bilishimiz kerak. Kasal onasining qornida vitamin yetishmagan va erkinlik bo'lmagan. Masalan, qanday erkinlik bo'lmagan? Ta'ziq va zo'ravonlikka uchragan. Erkak bo'lsang, qattiq gapirma, lekin erkak bo'lsang, bu ayolingni himoya qil. Mayli, seni ayolingni akang yo otang yo onang yo opang yo singling qattiq gapiribdi. Shularga qo'shilib sen ham qattiq gapirib ketmagin. Hammani oldida seni yaramas deb bir tushuntirib qo'yu, lekin chetga o'tgandan keyin xotin yo turmush o'rtog'im, yaxshimisan? Sen o'ylama buni. Hali Xudo xolasa hayotimiz oldinda. Bu o'tadigan, ketadigan zamon bu. Ozgina sabr qil, sen meni bil, seni men yaxshi ko'raman va seni ardoqlayman deb motivatsiya ber. To'g'ri, bu qo'lingni tishlasang ham og'riydi, bu qo'lingni tishlasang ham og'riydi. Lekin hamma bitta siz ham kavom kuymasin degan maqol bu O'zbekistonda. O'zbek maqollari. Endi bularni men bekorga aytib o'tmayapman. Hozir kunda juda ham ko'p pul mablag'lari ham ketyapti. Kasal xonaga oylab, kunlab, haftalab navbat kutyapti. Shuncha odamlarning ishi qolib ketyapti. Oldingi
ozgina bir 10 yil 20 yil oldin birorta bansada birorta odam ochirat kutmagan. Hozir to'lov qilaman degan ochirat, tualet, shu bansaxonaga borsang tualetigacha ochirat. Men sog'ligimizni negizini, tomirini qayerdan suvolyapti, qayerdan kasal kelib chiqyapti. Eng kuchli kasallardan biri asab sistemasi. Mana asabni saqlashimiz kerak. Asabni saqlashimiz kerak. Shuning uchun bizlar doim quloq solishimiz kerak. Odamlarni nima deyapti emas. Sen o'zingni shaxsiy formulang, hayotdagi formulangni yasab ol, tamom. Yaxshi yashash uchun yaxshi muomala qil. Xotining ham birovning qizi, birovning farzandi. Ertaga sening qizing undan yomon joyga tushib qolishiga kim javob beradi? Xudo ko'rib turibdi, hammani javobini beriladi darrov. Shu hayotingda qaytadi. Shuning uchun bu masalani olib chiqdim, hurmatli obunachilarim. Buni ko'proq maksimal tarqatinglar. Ko'proq joyga borsin, ko'proq odamlar eshitsin. Keyin qaynajonlarga, onajonlarga iltimos qilib aytardim. Shu kelinlaringizdan birovning qizi, birovning nimasi, o'g'lingizdan qizg'onmang. U o'g'lingiz u bilan baxtli yashashi uchun siz uni sal erkin qo'ying. Erkin deganda, ko'chaga chiqaryapti demayman. Ovqatini bir kunda nima yeyishini erkin qo'ying. Misol homilador ayol abitda uyqusi kelishi mumkin, 1 soat, 2 soat uxlasin issiq kunida. Bo'lmaydigan, yotgan bir qayerdagi ishni hech kim to'xtatolmagan, tugatolmaydi. Ota-bobomiz ham ishni tugatolmagan. Bundan keyin ham hech kim tugatolmaydi. Shuning uchun men bu masalani juda kuchli tarzda dolzarb deb bekorga aytmadim. Umuman Surxondaryo deysizmi, Qashqadaryo, umuman O'zbekiston, Toshkent, umuman respublika bo'yicha kasalliklarning ko'payishi yosh bolalarda onasini qonida, homiladorligida, mana birinchi kunidan tortib tug'ilgandan keyin ham onasi bolani yemizadi, bola yemizgandan keyin achchiqlanib, asabiy bo'lib turgani uchun u sut ichmaydi, u zahar ichadi. Shuning uchun zahar ichirmaylik. Biz kelajagimiz farzandlar bilan, demak farzandlar ekan, farzandlarini asraylik. Va kelajagimiz buyuk bo'lishi uchun yaxshi harakat qilaylik. Bizlar doim unday qilyapti, bu bunday kechirib qo'yasiz, kechirasizlar. Meni ishimni sizlar qila olmaysizlar. Sizlar ishlaringiz men qila olmayman. O'zini har bir odamning o'zining vazifasi bor, o'zining qoidasi bor. Shunga bir kalamingiz chaqib olingizlar. Ko'pchilik biladi ham bir xillari. Bilib turib shuni qiladi. Masalan uchun uxlasa nima qilibdi? Kelin yoki o'zingiz yoki umuman sal ko'p erkinlik ham bo'lmaydi kelinga, lekin me'yor bor. Har bir narsada me'yor. Misol 3 kun izma-iz uxlasangiz kallangiz og'rib kasal bo'lasiz. Uyquning me'yori, misol 8 soat, 10 soat. Kechasi 8 soat uxlasa, kunduz 2 soat uxlaydi. 10 soat bo'ladi. Boshqa payt 20-14 soat ishini qilaveradi. Ish tugamaydi u. Qizg'onmang, qizg'anishni sal kamroq qiling. O'g'lingiz keliningiz bilan baxtli yashashiga imkon bering. Yoki bo'lmasa uylantirayotganda o'ylab ko'rishingiz kerak. Bo'lmasa uylantirmang. Qizg'onar ekansiz, uylantirmang. Nima qilasiz uylantirib? Uylantirdingizmi? Demak, uni erkin qo'ying. Demak, yaxshi farzand tug'ilsin, sog'lom farzand tug'ilsin. O'g'il bolaman, qiz bolaman, Xudodan bo'ladi. Har birov inson, bizlar bitta chimolni yarata olmaymiz. Allohim o'zi yaratadi. Hammasini biz hal qilishimiz kerak. Shuning uchun
Allohim bergan ne'matiga hamd sanolar qilib, Xudodan qo'rqib ozgina harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Sizlardan iltimosim ham taklifim ham shunga da'vat qilmoqchiman. Hozir tibbiyot sohasi bo'yicha dori-darmonlarni oldingidek ishonchli, sifatli bir 5 ta 6 ta dori xili bo'lgan. Hozir 1000 ta firma, 1000 ta odam izidan chov yuribdi dorisini sotish. Biri Fantangin chiqarsa, biri Fantangin 2 deb chiqaradi. Yo apteka borsangiz shu ikkovi bitta kuch beradi deydi. Biroq Rossiya bor, O'zbekiston bor, Ukraina dorilari bor, koreyskiy dorilar bor. Baribir bu aptekalardagi dorilarni bir taraflama foydasi bo'lsa, bir taraflama zarari bor. Qulog'iga, ko'ziga, tiliga, yo nima jigariga, qayergadir organizmiga zarar beradi. Men buni uzoq yillar davomida tajribalarim, o'qigan kitoblarim, hayotda shu ko'rgan narsalarimga ishonib aytib YouTube'ga joylayapman. Buni maksimal tarqatib yaxshi o'qib olingizlar. Men buni yuragimdan aytyapman, chunki yaqinda bo'lib o'tgan bir voqeani aytib o'tib ketaman. Toshkent shahar Sampe, ya'ni yosh bolalarni davolaydigan kasalxonasiga bordim. Neyropatologning navbatiga yozilishi 3 oydan 1 oydan keyin kelib navbat yozdirasiz. 4 oyda yo 6 oyda navbatingiz keladi deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? O'zbekistonda nechta ruhiy travma bilan yashayotgan bolalarimiz bor. Buni men juda og'ir bo'lganiga aytyapman. Kelib chiqishini aytyapman. Nima sababdan kelib chiqyapti? Shuni mukammal bilib olinglar. Yaxshi o'rganinglar va o'zlaringizga savol beringlar. Qayna bo'lasizmi? Qaynatasi bo'lasizmi? Qaynakasi bo'lasizmi? Qaynopasi bo'lasizmi? Qayni singlisi bo'lasizmi? Ammasi bo'lasizmi? Tog'asi bo'lasizmi? Xolasi bo'lasizmi? Birovning hayotiga aralashib hech kimni haqqi yo'q. Birovning oilasi buzilib ketishi mumkin. Arzimagan narsa. Shuning uchun hozir chiqaringlar. Hayotda charchamanglar. Shu narsaga nima qilib, amal qilib odamlar bilan bir oila a'zolaringiz bilan kelishib olingizlar. Hammaga sihat, salomatlik, hech kimning farzandi kasal bo'lmasin. Kasal bo'lganlarga Allohim shifo komilini bersin. Uylariga tinchlik, xotirjamlik, rizqiga baraka, umriga baraka bersin Allohim. Yaxshi kunda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.